Desam qimirlab ketib qoladi. Lekin o'sha odam albatta qarsa ishonmaydi. O'sha qarsa chalish ikkita qo'l bo'sh bo'lishi kerak. Endi konsertlarda ko'p e'tibor beraman. Faqat videolarga endi videoga olgan mayli, voy singlim. Videoga olganim mayli, xo'jalik konsert qo'yib turibman, bittasi video qo'yib o'tiribdi. Birinchi o'qirdi. Men kuyib gapiryapman, video ko'rib o'tiribdi masalan, video. Mayk oxir sabrim yetmadi aka dedi. Men kuyib yo'lda gapiryapman. Nima ko'ryapsiz dedim telefonda video. Sen nana deb ko'rsatdim. Ya hali bir javob yo'q. Xudo kimgadir o'g'il, kimgadir qiz beradi. Ertaga ko'rasiz, mana shu kelinlaringiz qizingiz deb bo'ladi. Endi bitta qizim bo'lsin, yo'lda aka. Ertaga bo'lsam kelmaydi aka. O'rgaysak nima farqi bor? Endi qiz bo'lish uchun safda ko'proq. Qoldirilgan yog'li ovqatlar yemang. Pista badam ham shu mumkin emas sizga. Yog'siz kechqurun uxlashdan oldin oyog'ingizni muzlaymandan qilib yotibdi. O'zi sog'lig'ingiz oshib og'zingizdan suv keladi, ana shu yerda qiziladi. Davletingizni ichingizda 120 ga 80 ya, ularning yana qizni bo'la olmaysiz. Mana meni xotinim qizimga oxirdan bo'lishdan oldin davletdan 70 ga qiladi. Jangan